O'qishga ham kirib oldim. Kvartira ham topdim. Endi yaxshi o'qib bersam bo'ldi. Sen ne baqir-chaqir qilsan? Meni ismim Jahongir. Men bilan bitta kvartirada yashirkasan, meni kiyimlarim, hatto nas kiyimga teganini ko'rsam, boshingni yoraman. Kvartirani paxani shu bo'lsa kerak. Okey. Men buni ichida onam niyat qilib berorgan shirinliklar bor. Toshkentga borishing bilan Jahongirning qo'liga bergan o'zilar. Onam niyat qilganlar, okey? Ne ikkaloving o'g'illar? Siz bundan qo'rqasizmi? Ismi nima buni? Sardor. Onam Toshkentga borishing bilan Sardorning qo'liga mana shu shirinliklarni bergan dedilar, okey? Mana aka, Rahmat. Bu uy o'zini qonun qoidasi bor. Ertalab hojatxona bilan vannaga faqat men birinchi kiraman. Tushundingmi? Bittadan kiyim talashasan. Bittadan tualet talashasan. Ha, yashagilaring kelmayaptimi? siz bundan qo'rqasizmi? Ismi nima buni? Baho. Onam Baho dedilar. Sardor bilan Baho o'xshashdi. Mana shu shirinliklarni sizga berordilar, aka. Berishimdan oldin bitta narsani so'rab olsam bo'ladimi? So'ra. Sizdan boshqa kattasi yo'qmi? Hammasi sizdan qo'rqadimi? Bor bitta shunaqasi. Ismi Abbos. O'zi onam bitta narsa duvdilar. Bilaman nima deganlarni. Paketdagi narsalarni Abbosga bergan deganmilar? Ha? Eng zo'ri Abbosga bitdi. Onam Abbosga berdi dedilar.